Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, Ramazon darsliklarimizni navbatdagi sonini o'qishda davom etamiz inshaalloh. Ramazon ro'zasini shartlariga kelgan ekanmiz. Ramazon ro'zasi o'zi kimlarga farz? Ramazon ro'zasi har bir musulmon oqil, ya'ni aql ishlaydigan va balog'atga yetgan odamlarga farz. Demak, kofirga, majnunga, go'dakka Ramazon ro'zasi farz emas. Islom dinimiz naqadar mukammal din ekanini yana bir marta ayon bo'ladi. Mana shu so'zlarning o'zidan ham, ya'ni ochiq lafz bilan aytib qo'yilyapti. Ramazon ro'zasini musulmon odam tutadi. Masalan, aytish mumkin edi. Ro'za tutish kerak. Butun boshli yaratib qo'ygan bandalarim hammasi tutsin degan narsani ham qilishi mumkin edi Alloh taolo masalan. Musulmon, kofir, yosh, qari hammasi tutishi mumkin edi. Unda haligi o'rtadagi farq bo'lmay qolardi. Ya'ni ro'za tutmay qoladigan odam qanaqa bo'ladi-yu, tutgan odam qanaqa bo'ladi degan narsa ko'rinmay qolardi-da. Va bu juda ham katta mas'uliyat va ro'za tutmasdan xotirjam ro'za tutmay yurgan odamlar yaxshilab ko'zlarini ochib olsinlarki, musulmon odamga farz deyapti. Demak, ro'za tutmayotgan odam go'yo o'ziga farz qilmayapti ro'zani. Men ro'za tutmasam bo'laveradi degan narsa bo'lyaptimi? Demak, Alloh saqlasin, musulmon emasman degan narsaga o'tib qolinyapti. Lekin biz ro'za tutmagan, namoz o'qimagan odamni musulmon emassan demaymiz. Lekin o'xshash joylari bor. Oldingi darslarimizda ham aytganimdek shekilli, masalan bir narkoman odam borda, narkoman bo'lmagan odam bor. Lekin o'sha narkoman bo'lmagan odam haligi narkomanning yonida o'tiribdi. Nima deb o'ylaysiz o'sha yonda o'tiradigan bo'lsa? Birga o'tiribdi. Falonchi kim desa, ha u falonchi haliginday narkomanlar bilan o'tiradi. Ha bu haligi bo'mishlar bilan birga o'tiradi. O'zichi desa, yo o'zi ichmaydi, chekmasa kerak-ku, birga o'tiradi deganda ham bitta dilingiz g'ash bo'ladimi o'sha odamga? Ichmasa ham, chekmasa ham. O'shalarning ulfati ekanda, o'shalarga o'xshab ketar ekan, o'shalar bilan yurgandan keyin uni ongi fikri qanaqa bo'lardi degan narsa o'tadi hayolingizdan, to'g'rimi? Masalan, hozirgi holatda shunday narsa bor. Meni hayolimdan doim o'tadi, o'shaning uchun menda taktikam boshqacharoq. Nima borasida desa, masalan, o'sha har xil oqimlar bor, adashgan toifalar bor masalan. Ular juda yaxshi bilishadi meni. Farqim borligini bilishadi boshqalardan ham ko'ra. Masalan, deylik o'sha Hizbut Tahrir degan bir oqim bor, bir balchiq oqim bor. O'sha oqim masalan o'zi yo'q bo'lib ketdi, o'tgan darsda ham aytdik, yo'q bo'lib ketishgan, ular misol tariqasida aytyapman. O'shalar masalan o'shalar bilan kimdir masalan gaplashmaydi, o'sha oqimni noto'g'ri deb bilganlar gaplashmaydi. Lekin ular bilan hali osh qatiq bo'lib yuraveradigan, birga o'tirib osh ham yeb o'tiraveradigan, gaplashib ham o'tiraveradigan odam bilan bemalol gaplashaveradi. Ba'zi insonlarda masalan men shu narsani hazm qila olmayman. Otamiz rahmatli Shayx Aloviddin masalan xuddi shu narsani hazm qilmagan, baribir farzandlariga o'tiradigan bu narsa, bizda ham shu narsa bor. Jumladan men o'zimda bu narsa borki, o'sha Hizbut Tahrir bilan aloqa qilinmaydi. O'shalar bilan osh qatiq bo'lgani bilan ham aloqa qilinmaydi. U yomonroq ham hisoblanadi. O'zi haligi ahmoq, u yomon, u hizbchi bo'lgan odam. Lekin o'rtada yuradigan haligi o'zi hizb emas, lekin u bilan gaplashib, choy ichib, osh yeb yuradigan odam undan yomonligi kam emas. Bu hali kofir, munofiqqa o'xshash narsa-da. Kofir yomon bilamiz, kofir u. Lekin masalan munofiqni men kofirdan kam yomon ko'rmayman-da, munofiq odamni. O'zi musulmonman deydi, lekin u o'rtada yuradi. Unga ham bunga ham gap tashlaydi, uni ham buni ham urushtiradi. Unga ham bu yuz bilan, bunga bu yuz bilan yuradi. Ish qilib munofiq u. Munofiq juda yomon. Alloh taolo juda ham qattiq buni qoralagan Qur'onda ham. Xuddi shunga o'xshagan o'zi shunaqa oqim emas, lekin oqimdagilar bilan yuraveradigan, gaplashaveradigan odamni ham men masalan odam deb hisoblamayman. Ya'ni xuddi o'sha oqimdagi mas bo'lgan odam ham o'sha oqimdagi odam bilan birga yuradigan bo'lsa, yaxshi bir ongi toza bo'lgan inson nima deb o'ylaydi? O'shalardan emasmikin? O'shalarga aloqasi yo'qmikin buni? Nimagadir shular bilan birga yuribdi degan narsa hayolingizdan o'tadi va o'z-o'zidan o'zingiz tortishni boshlaysiz. Endi haqiqiy musulmon inson shunday qiladi. Demak, ro'za tutmayotgan odam ham boshqalarning ko'zida ro'za tutmayaptimi? Demak, u o'ziga farz qilmagandek bo'lib qolyapti.
u farz emas menga demasa ham farz bo'lmagan demagan, farz bo'lmaydi bizga degandek bo'lib qolyaptimi? Demak, haligi kimga ro'za vojib emas edi, farz emas edi? Kofirga. Demak, o'sha kofirga o'xshab qolish bo'lyapti. Bu juda ham yomon qaltis narsa. Ehtiyot bo'lish kerak, ko'zni ochib olish kerak o'sha xotirjam yurganlar. O'zi bir yilda bir oy keladigan mavsumda bu, lekin shunda ham agar ro'za tutmayotgan odam, go'yo menga ro'za farz emas, mayli men kofirga o'xshasam mayli degan bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. Bu juda yomon narsa. Bu yerda bizni ko'zimizni ochish bor va o'sha bir qanaqadir mukammallikni sezsak bo'ladi shu yerda, dinimizning mukammalligini. Va oqil odamga deyapti-da, bu ham bir haligi qanaqadir bir odamni bir tanqidga o'xshash deymizmi? Yaxshigina bir dakki bir kaltakda bu. Aqlli odam tutadi ro'za deyapti. Birovni siz jinnisan desangiz xafa bo'ladi-yu. Sen jinnisan, ahmoqsan desangiz, oddiy, jinni emas, ahmoq degan so'z ko'p urfimizda bor. Birovga ahmoq deng, hech o'zini ahmoqligini tan olgisi ham kelmaydi, ahmoq degizdirmaydi ham. Aqlliman deb o'ylaydi o'zini. Demak, ro'za aqlliga farz deyaptimi? Demak, tutmagan odam bu majnun bo'lib qoladi, jinni bo'ladi, ahmoq bo'ladi. Mana o'shalarni ahmoq deb so'ksa bo'ladi bemalol. Bu ham menimcha qattiq haqorat. Bundan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak va balog'atga yetgan odam ro'za tutadi deyapti. Birovga, "Ha sen yosh bolasan, hali ham yosh bo'lasan"da deydigan bo'lsa, odamning ko'ngliga tegadi, to'g'rimi? Katta odamga aytadigan bo'lsangiz. Ro'za tutmay yurgan odam o'sha yosh boladan farqi yo'q ekan uni. Balog'atga yetgan odam ro'za tutar ekan. Demak, mana sharhida aytayapti. Demak, kofirga, majnunga, go'dakka ro'za farz emas. Shu yerdan o'zimiz xulosani chiqarib olsak ham bo'ladi. Yana ro'zani ochib yuborishlik, ya'ni ochish emas, ya'ni ro'za tutmaslik mumkin. Qachon? Kimga mumkin bo'ladi? Musofirga va kasalga. Ramazonda ro'zasini tutmasa bo'ladi. Yoki majburiy holat bo'lib, kasali qattiq bo'lib ketsa ochib yuborsa bo'ladi. Yoki o'sha safarga chiqib qoldi, ochsa bo'ladi. Qachon? Musofir odam va kasal odam. Lekin qanday qiladi? Qazosini tutib beradi. Farqi bor buni. Qasddan ochgan odam bo'ladigan bo'lsa, boshqacharoq bo'lardi. 2 oy tutib berardi ketma-ket. Lekin mana bunday uzrli holatda bo'ladigan bo'lsa, musofir bo'ladigan bo'lsa va kasal bo'ladigan bo'lsa, bu odam o'sha qazosini tutib beradi. Bu yerda ham bir nozik nuqtalar bor. Ya'ni musofir odam, kasal odam ro'za tutmasa bo'ladi degani juda katta narsa. Qasddan ochib yuborgan odam 2 oy ketma-ket tutib berish kerak bo'ladi. Juda ham uni javobgarligi katta edi. Lekin musofir va kasal odam ochib yuborsa bo'lar ekan. Masalan, majbur holat bo'lib qolsa yoki tutmasligi mumkin ekan o'sha kuni. Nimaga shunaqa bo'ladi? Chunki shu yerdan bilsak bo'ladiki, musofirni, kasalni, dardmand odamni Alloh taoloning huzurida maqomi baland. Safarda odam o'tib qoladigan bo'lsa, shahid bo'ladi deyshadi. Ya'ni shu darajadagi agar musofir inson bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu bir shahidlik maqomiga yetishi mumkin bo'lgan darajada bo'ladi uni maqomi. Musofirlik, haligi gap ham bor bizda. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. Hatto o'sha musulmon bo'lishlikni musofirlikka tirkaydiganlar ham bordi. Asli unday emas endi, u bir bo'rttirilgan gap bo'ladi. Lekin musofirning maqomi balandroq. Musofirga juda ko'p sharoitlar beriladi. Qasr o'qiydi namozini, ro'za tutmasligi mumkin. Vaholanki ikkalovi ham dinimizning eng asosiy farzlaridan qilish kerak bo'lgan narsa. Lekin ana shu ikkovlarini ham bittasini qisqartiradi, bittasini esa tutmay turishi mumkin bo'ladi. Bu Alloh taoloning bandalariga mehribonchiligi bo'lsa va yana bir o'sha maqomi baland ekanligini. Ya'ni kasal odam Alloh taoloning huzurida uni o'sha gunohlari mag'firat bo'ladi kasal inson. Qarang, qanday bir imkoniyatlar beriladi. Inson hayoti davomida gunoh qiladi, xatolar qiladi, uni o'chirish kerak. O'chirishlik uchun bir savob ish qilish kerak bo'ladi-da. Yaxshi ishlar qilib, astoydil istig'for aytadigan bo'lsa, ana shundagina Alloh taolo kechirib yuborishi mumkin. Lekin kasal insonni har bir kunga, har bir o'sha daqiqa dard chekkanlar uni gunohlariga kafforat bo'ladi. Agar kasal holda o'tadigan bo'lsa, u ham shahid bo'lishi mumkin. Ya'ni kasalga va musofirga Alloh taoloning qarashi boshqacha. Maqomi baland. Musofirlik qilib safarga ham chiqib turish kerak. Bir va kasal bo'lganda odamni olish kerak emas. Kasalligini u bir imkoniyatlari juda katta. Kasal emas bo'lgan odamga qaraganda. Mana shundan Alloh taoloning bir bandalariga bo'lgan mehribonchiligini va bizga yomon ko'ringan, qiyin ko'ringan narsalarni asli orqasida, zamirida, tagida yaxshi narsalar turganligini ham bilsak bo'ladi bu jumlalarda. Ro'za sog'lom, ya'ni to'g'ri bo'lishligining shartlari. Quyidagi 3 ta holatdagina ro'za to'la holatda sog'lom bo'ladi, durust bo'ladi.
Ya'ni birinchisi Ramazonni har kunida niyat qilishlik. Umumiy niyat qilib qo'yish kerak emas. Har kunida bugun Ramazon ro'zasini tutishni niyat qildim deb turib niyat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni vaqtida niyat qilish kerak zarur bo'ladi. Uni keyinchalik haqida bayon keladi. So'z ketadi inshaalloh. Ikkinchisi, ayol kishi hayzdan, nifosdan pok bo'lish kerak. Hayz, nifosdagi ayol ro'za tutmaydi. Hayz, nifosi bo'lmagan ayolda demak ro'za tutishi durust bo'ladi. Farz bo'ladi ya'ni. Va ro'zani yeyish bilan, yana boshqa o'sha ro'zani buzadigan amallar bilan ro'zani buzib qo'ymaslik kerak. Tongdan to shomgacha, bomdoddan shomgacha. Mana shu holatlar topiladigan bo'lsa, mana shu insonning ro'zasi sahih bo'lganligini, durust, to'g'ri bo'lganligini bildiradi. Bu jumlalardan ham shu narsani bilishimiz mumkinki, Alloh taolo bandalariga naqadar mehribon zot. Ayollardan hayz, nifos paytida ro'zani soqit qilyapti. Tutasan, majbur degan narsani qo'yish mumkin edi. Lekin Alloh taolo bu narsani qilmayapti. Mehr ko'rsatyapti, rahm qilyapti bandalariga. Nifos, hayzdagi ayol demak ro'za tutmaydi va poklangandan keyin, Ramazondan keyin tutib beradi qazosini. Dinimiz juda ham yengil din. Har xil g'alamislar bor, dushmanlar bor, dinimiz dushmanlari borki, bu dinni qiyin qilib ko'rsatadiganlar bor. Yo'q. Bu din juda ham oson din. O'sha hayzdagi, nifosdagi ayolni kasal bo'lgan musofir insonlardan farqi yo'q. Ya'ni maqomi Allohning oldida darajasi baland. Bizda boshqacharoq ko'z bilan, pastroq nazar bilan qarash bor, masalan, hayz, nifosdagi ayollarga yo'q. Bularni maqomi baland. Bularni Allohga qilgan nolalari o'tadi. Shuning uchun ham Alloh taolo xuddi kasal insonga, musofir odamga soqit qilganidek, musofir odamga, kasal odamga ro'za tutmaslik mumkin deb imkon berganidek, bularga ham imkon beryapti. Demak, dinimiz juda ham mukammal din. Dinimiz musulmonlarga, bandalarga, ya'ni Alloh taoloning bandalariga juda ham yengil qilib beradigan, qiyin qilmaydigan din ekanligiga mana shu holatlarning o'zi ham yaqqol dalil bo'la oladi.